Bolada mas'uliyat shakllantirish. Dunyo bo'yicha bolalarning 65% maktab yoshiga qadar hech qanday mas'uliyat yuklamasdan ulg'ayadi. Natijada ular ulg'aygach ham qaror qabul qilishda qiynaladi, mustaqil bo'la olmaydi. Koreyada bir bola o'yinchoqlarni yig'maydi, onasi hammasini o'zi qiladi, bola esa telefon o'ynab o'tiradi. Yillar o'tib u hech qanday mas'uliyatni zimmasiga ola olmaydigan yosh yigitga aylanadi. Germaniyada esa bolalar kichikligidan boshlab mas'uliyatni his qilishadi. Masalan, 3 yoshdan o'yinchoqlarni o'zi yig'adi, 6 yoshdan uy hayvonlariga qarashni o'rganadi. Bu oddiy odatlar keyinchalik ularni mustaqil va javobgar shaxsga aylantiradi. Savol: bolada mas'uliyatni qachondan va qanday shakllantirish kerak? Keling, bu savolimizga o'zbekistonlik mutaxassisning javobini eshitamiz. Hammaga xayrli kun. Onalar maktabi loyihasi doirasidagi navbatdagi foydali video darsimizni taqdim etishga tayyormiz. Va bugun biz farzandlarimizni erta yoshdan qanday qilib mas'uliyatga o'rgatish mumkin ekanligi haqida gaplashamiz. Demak, farzandlarimizni mas'uliyatsiz bo'lib ulg'ayishning eng asosiy sababi bu biz ularni ayni mana shu mas'uliyatga o'rgatmasligimiz. Ha, voy bolam hali kichkina, voy bolaligini yashab olsin deya ayni erta 5 yosh davrigacha bo'lgan holatda biz bolamizga umuman hech qanday mas'uliyat bermaymiz. O'yinchoqlarini ham yig'maydi, ko'rayotgan o'zini xonasini tozalash ko'nikmasi shakllanmaydi va boshqa umumiy jihatda uy bo'yicha yordam berish va hokazolarda ham umuman ishtirok etmaydi. Natijada esa bizga kerak bo'lgan davrda, ya'ni maktabga chiqish davrida bola umumiy jihatda o'zini xatti-harakatlari uchun, o'zini o'qishi uchun, o'zini o'quv anjomlari uchun mas'uliyatni bo'yniga olish va hattoki o'zi kiyinib o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini ham oxirigacha shakllantirmagan bo'ladi. Aziz onalar, mas'uliyatni erta bolalikdan shakllantirish naqadar farzandingiz uchun muhim ekanligi, bu uni o'ziga bo'lgan ishonchiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ekanligini yodingizda tuting va erta bolalikdan uni o'yinchoqlarni yig'ishga, xonasini tozalashga, uy bo'yicha ideal sifat bo'lmasa-da sizga yordam berishga va shu orqali o'zini oilada mas'uliyatlarni his qilishga yordam bering. Bundan tashqari, maktab yoshiga yaqinlashar ekan, bola kiyimlarini bir kun avval tayyorlab qo'yish, ularni toza tutish, ularni taxlab rastalarga qo'yishga ham albatta o'zi mas'ul bo'la olishi mumkin. Chunki ayni mana shunday oddiy xatti-harakatlar orqali biz uni o'z hayotini sifati uchun mas'uliyatga o'rgatib boramiz. Va yana bir muhim ma'lumot. Agar farzandingizni natijalari, uni hayotini sifati, uni yutuqlari o'zidan ko'ra sizga ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, uni sportga qatnashishi unga emas sizga ko'proq kerak, u maktabda yaxshi o'qishi unga emas sizga ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, ishoning menga, farzandingizda mas'uliyat shakllantirish anchagina qiyin bo'ladi. Shu uchun doimiy ravishda sen xohlayotgan hayot uchun, sen xohlayotgan narsalarga erishish uchun, seni xatti-harakatingni natijalari uchun umumiy jihatda sen o'zing mas'ulsan degan yo'nalishda agar u bilan munosabatga kirishadigan bo'lsangiz, albatta kichkina bo'lishiga qaramasdan farzandingiz mas'uliyatni o'z vaqtida shakllantirishga qiynalmaydi. Aziz kuzatuvchilar, agar bizning videolarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta o'zingizni fikringizni va faolligingizni izohlarda qoldiring. Bizni kanalimizga obuna bo'ling va albatta layklaringiz bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.